Qaranglar, Cardon Pro dedi. Qayerda Cardon Pro bor ekan, hozir ko'ramiz. Sal kamerani bir 3 sekund kechroq yoqdik. Lekin Cardon Pro dedi. Mana hozir Jarkurganskiy ko'chadaman. Juda ham uzoqda Cardon radari bo'lishi kerak adashmasam. Hozir ko'ramiz qayerda turgan ekan, o'zimga ham noma'lum. Yana bitta qo'yib yubordi. Qaysi joyda borligini ham mana qaranglar, yana topdi qaranglar. Yana Cardon Pro radari bor deyapti do'stlar. Lekin qayerda? Mana do'stlar, orqa tarafdan kelyapmiz Cardonni. Qaranglar mana. Juda ham zo'r deteksiya bo'ldi. Orqa tarafdan do'stlar. Kechasi ko'rmay qolishingiz mumkin, daraxtlarning orasida turgan ekan radar. Albatta radar detektor qo'yib yurishni maslahat beraman. Hozirgi kunda nima qilsangiz jim bo'lib qoladi. Qarang, qanaqa zo'r fishkasi bor, motion control bor. Eng yaxshi radar detektor Doppler Pro Wi-Fi. Kimga kerak bo'lsa bizda bor do'stlar. Telefon qilasizlar, yetkazib beramiz. Hammaga omad.